Hozir nimadirlar bo'ladi. Ketadilar va. Dugonangizni chaqiring. Dugona emas. Model. Nima deyapsiz? Shunaqa katta Dugona emas, raqobatdoshim. Yo'q, raqobatdoshim emas. Demak, davramizga yana bir aziz insonimizni, aziz mehmonimizni chorlaymiz. Model, aktrisa, Miss Aziya Shahrizoda Madaminova chorlaymiz. Marhamat. Yaxshimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Degan joy Kumush ovozi. Ha? Manish opam juda ham yaqin. Opam endi ko'rishdik 1 yil deganda. Oldin juda ham yaqin, ko'p ko'rishib turardik. Ha, shu Omiramonga rahmat deb qo'yavering. Shu ora-chorada kelsangiz, akangiz bilan ko'rishasiz, opangiz bilan ko'rishasiz. Taklif qilgan yilaga. Endi shuncha yutuqlarga erishib, vaqti yo'q Shahrizodani, to'g'rimi? Sizni vaqtingiz yo'q. Kelkimni vaqtlari yo'q. Albatta. Kayfiyatlar yaxshimi Shahrizoda? Xush kelibsiz. Muxlislarimiz bilan so'rashib oling, keyin juda qiziq joyi bor. Xayrli tong barchaga, ekran ortidagi tomoshabinlarga. Yoshligimda mana shunaqa ertalabki tongi dasturlarni tomosha qilib, zavtrak qilib o'tirardim-da uydagilar bilan. Havas qilardim shunaqa ertalabdan. Yoshligingizda? Hammaga yaxshi bolaligimda. Baraka toping. Hammaga yaxshi kayfiyat berayotgan shu ishlayotgan odamlarga juda ham havas qilardim. Mana nasib sizlar bilan Ularning orasidasiz. Xohlasangiz qo'shilishingiz mumkin oramizga bemalol. Faqat bu ko'rsatuvga 3-marta mehmon bo'lib kelishim, shogirdlarimiz ham kelishgan, bizdan keyin juda ham xursandman. Demak, siz mezbonsiz. Mehmon. Mezbon deb o'tib qoldik. Malol. Shahrizoda, mana hozir endi sizni kirib kelishingizni tomosha qilgan muxlislarimiz bo'lsa, juda ham ko'pchilik havas qildi, lekin bu havasning ortida mehnat bor, lekin yana bir narsa qiziq. Mana shunaqa alohida o'ziga xos kirib kelishlar, bunda oyoq harakatlari, yelka harakatlari, nigohlar hammasi bir vaqtda ishlash kerak-da. Doim shunaqa yurasizmi yoki o'zingizni qo'yib yuborib bemalol ham yurasizmi? Albatta, xalq orasida doim shunaqa yurishga harakat qilamiz, sababi baribir model degan nomimiz bor, 5 yillik mehnat ketgan bularning hammasiga. Lekin ba'zi paytlar, charchagan paytlarimiz albatta biz ham o'zimizni bo'sh qo'yib, bemalol. Bemalol. Lekin men har doim e'tibor berganman, hatto uyda ham o'zlarini tutib yurishga harakat qiladilar. Har doim. Shunda Shahrizoda choy olib kelsangiz, tasavvur qilaylik, qaynonangizga u qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Bir ko'rsatib bering-chi. Mayli, unda o'sha payt kelganda ko'rasizlar, xudo xohlasa Instagram orqali. Albatta, bu kunlar yaqinmikin Shahrizoda? Nasib, xudo xohlasa kutyapmiz. Aha. Hozircha emas lekin. Hali aniq emas. Ko'rinchi yana qancha kutar ekansiz. Oxiri bitta qora otli shahzoda keladi, oldimga tosh deb olib ketadi. Ertalabda yaxshi niyat qilishimiz kerak, xudo xohlasa. Hech ham to'ppa-to'g'ri. Yaxshi niyat yarim mol. Ijodda qanaqa yangiliklar Shahrizoda? Biz sizni juda ham ko'p kuzatamiz, ko'ramiz. Shunaqa yutuqlarga erishyapsiz. Hatto o'zingizga o'xshagan chiroyli qizlarni ham yutuqlarga erishishlariga sabab bo'lyapsiz. Albatta, hozir syomkalarda ancha uzoqlashib qolganman. Asosiy ishimiz shu milliyligimizni targ'ib qilish, chet el davlatlarida milliy liboslarimizni taqdim qilish bo'lyapti va model qizlarni o'qitib chiqaryapmiz Farg'ona, Toshkent, Samarqand shaharlarida. O'zlari xohlagan qizlarni hammasiga bilim ulashyaptilar va buning natijasini ham biz yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdik. Baribir har qanday yo'nalishda mehnat qilgan inson uni rag'batiga ham erishadi. Madaniyat vazirimiz Ozodbek Nazarbekov sizga alohida mana shunday e'tiroflarni taqdim etdilar. Ya'ni milliy fashion show, milliy liboslar defilesini tashkil etish va o'tkazishda ko'rsatgan tashabbuskorligi va milliy qadriyatlarni targ'ib etishga qo'shgan munosib hissasi hamda faol ishtiroki uchun Shahrizoda Madaminovani mukofotlashda. Muborak bo'lsin. Rahmat, katta. Ham hayajoni o'zgacha bo'lgan bo'lsa kerak. Juda ham xursand bo'ldik. Qanaqa taassurotlar? Davomli bo'lsin. To'g'risi, bu kun juda ham kutgandim. Men uchun tarixiy kun bo'ldi va rosa ham hayajonlandim. Juda ham xursand bo'ldim, lekin ijtimoiy tarmoqlarda sotib oldingizmi? Orqangizda katta tanish bilishingiz turibdi. Shunaqa gaplar tabiiyki ko'p bo'ldi. Har doim bo'lgan. Ha, mana shu televideniya orqali hozir tomosha qilayotgan qizlar uchun, obunachilar uchun aytib o'tmoqchiman. Vazirlik tarafidan bir katta loyiha asosida chaqirishdi va har bitta modelni agentство, o'sha modellik agentligini
rahbarlari o'z takliflarini berishdi ularga. Va mani taklifim ularga yoqib qoldi. Ya'ni har bitta viloyatga borib, alohidadan mana shunday milliy fashion shoularni o'tkazib, oxirgi qismini respublika bosqichini Toshkentda o'tkaza qolaylik, konkurs sifatida bo'lsin degandim. Juda ham yoqib tushdi ularga va mana shu ishni menga ishonib topshirishdi. Bir oy davomida Qoraqalpog'istondan Vodiyga qadar har bitta viloyatga borib, chiroyli shoularni o'tkazdik va respublika bosqichini shu Toshkent shahrida o'tkazdik. Buni juda ham a'lo darajada tashkillaganimiz uchun rahmat aytib, vazirimiz o'zlari Albatta. qo'llab-quvvatlashlarini aytishdi. Va yana bir jarayon e'tiborimizni tortdi, chunki siz qizlar bilan ishlash jarayonida faqat ularga o'sha moda yo'nalishini emas, bizni milliyligimizni ham targ'ib etayotganingiz e'tiborimizni tortdi. Ya'ni ularga o'sha ruscha so'zlarni qo'shib gapirishganda, uni o'zbekchasini aytishlarini iltimos qilib, so'rab va kerak bo'lsa dakki berib, bu jarayonlarda ishtirok etdingiz. Ya'ni tilimizni targ'ibotida ham yetakchi ekanligingiz bizni quvontirdi. Albatta, biz yoshlar hozir mana shu milliyligimizni, madaniyatimiz yo'qolmasligi uchun asosiy targ'ibotchisi bo'lishimiz kerak. Shuning uchun harakatdamiz. Yo, zo'r. Davomli bo'lsin. Menda shu har doimgidek savollar o'sha sal boshqacha keladi. Shahrizoda qarang mana. Marsdan kelgansiz, u menimcha o'zi. Yo'q, mana uyda ota-onangiz bilan yaqinlaringiz davrasida o'zi hech yoshligingizda qanaqadir laqabingiz bo'lganmi? Uydagilar nimadir deb erkalab chaqirishganmi? Nima deb chaqirishgan o'zi? Bonu deyshadi meni. Laqab. Odamsiz o'ylab turasiz, ha? Laqab bo'lmagan lekin. Yo'q, endi laqab emas, endi erkalab chaqirishadi. Taxallus deylik. Mana Nima deyshadi? Chaquvmidi? yoncham, shunga o'xshash bor. Yo'q. Nega nimaga o'xshatdingiz? Yo'q, mana shu narsaga o'xshatganim yo'q. Yo'q, uydagilar o'zi yoshligimizda aytishadi-ku. Bilmadim, eslolmayapman. Bonu deb erkalab chaqirishgansiz. Erkalab emas, o'zi ikkinchi ismim Bonu deb uydagilar chaqirishdi. Nimaga ikkinchi ismingiz? Nimaga sizga qiziq bo'lyapti? Yo'q, to'xtab turinglar. Yo'q, men ularni oldida ham shunaqa o'sha asangiz o'sha mana o'zingiz aytyapsiz, qaddi qomat bilan shunaqa yurasizmi? Ko'rsatib bering, ba'zida bo'ladimi, o'shaqa o'tiramizda. Voy, har narsa. Qanaqa o'tirasiz? O'shanaqa o'tirmaydi. Mana bunaqa o'tiramiz. Uyda shunaqa o'tirasizmi? Odamga o'xshab. Bo'ldi, men sizga qarab yuragim siqilib ketdi. Bu singlimiz mana shunaqa tursalar hayotda. Har doim shunaqa turadilar. Biz Kumush opa bilan yangi Toshkentga ko'chib kelganmiz, birga yashaganmiz. Shuning uchun bemalol ishonch hosil qilib aytyaptilar bu gap. Bemalol uyda ham mana shunaqa turadilar. O'shani so'radim. Keyingi mehmonimiz ish qilib uyda ko'chada qanaqa yurarkanlar?